Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Yer ko'rsatib davom etamiz. Issiq zo'r bo'lyapti. Qarang. Fazilindagi gap yo'q. Mana shu yerda bitta, ikkita, uchta, to'rtta so'ti yer sotilyapti uchastka. Uy qurib, uy solaman deganlar olishlari mumkin. Qarang. Bu birinchi yer uchastka. 4,5 so'tikdan duval bo'ladi. Mana shu duval ochiladi. Oldida orqada yo'l bor. Qarang. Bu birinchi yer. Bunisi ikkinchi yer. Bu ham 4,5 so'tikdan. Bunisi 3-yer. 4,5 so'tik. Atrofga hujjati bor. Bunisi 4-yer. Hurmatli mujohid, Farg'ona shahar Sadmin sovxoz, yana Yong'ozordaman. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta yer sotilyapti. Bir so'trikni $5,000 deyapti. Ozmas kami bor. Endi bu yo'l, bu turgan zabor bor, zabori shunday bo'linadi. Bu bog'da o'rtada asfalt. Shunday chiqadi. Bu tomondan chiqib ketsiz oqariq, bu tomondan chiqib ketsiz Sadmin sovxoz. Zo'ra, bir so'trikning $5,000 ozmas kami bor ekan. Hujjati bor. Quruvchi akalar, opalar kelib, uyda solib, sochlari mumkin yoki o'zim qurib yashayman desiz, mana oling mana. O, nima to'g'ri bu mahalla. Svet, suv, gaz, kanalizatsiya uy ichida Wi-Fi'lar kelgan, svetlar kelgan. Mahallasi mana keyiniga bor 10 metr bor. Zo'ra, kelib ko'rib olinglar. Zo'r joy.